Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun sizlar bilan homiladorlik davrida judayam muhim bo'lgan analiz haqida gaplashamiz. Google va YouTube'dan bu haqida to'liqroq ma'lumot topolmaganim uchun shu haqda alohida sizlarga mavzu tayyorlashga qaror qildim. Bu sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Homiladorlik davrida bir qancha analizlar topshiriladi. Bu haqida boshqa yana to'liqroq video qilaman inshaalloh. Hozir esa aynan bitta analiz haqida gaplashamiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun meditsina tilida emas, oddiy xalq tilida soddaroq qilib tushuntiraman. Xo'sh, bu qanday analiz? Bu qon quyuq suyuqligini bilish uchun topshiriladigan kaulogramma analizi. Men sizga maslahat bergan bo'lardim, kichkina srokda ham bu analizni topshirib, analiz javoblarini ginekologingizga ko'rsatishingizni. Chunki homilaning yurak urishining to'xtashi ko'p holatlarda shu qon quyuqligiga ham bog'liq. Albatta, infeksiyadan bo'lishi ham mumkin. Buni boshqa bir sabablari ham bor, lekin ba'zi bir holatlarda, ko'p holatlarda qon quyuqligiga bog'liq bo'ladi. O'zim tajribada ham ko'p bor ko'rganman bu holatni. Hatto bitta patsiyentimiz qon quyuqligidan 2 marotaba homilasini yo'qotgan. O'zingizga ma'lum, Coviddan keyin ko'pchilik insonlarda qon quyuqligi kuzatiladi. Ayniqsa homiladorlikdan keyin qon yana quyuqlashishi mumkin. Shuning uchun bu analizga e'tiborli bo'lishingizni, kichkina srokda va katta srokda ham topshirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'sh, qon quyuqligini homilaga qanday xavfi bor deydigan bo'lsak, ko'pchiligimiz bilamiz, homilaga yo'ldosh orqali qon boradi. O'sha yo'ldosh orqali borayotgan qondan unga hamma ozuqa, rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan barcha vitaminlar boradi hamda kislorod ham boradi. Endi bir o'ylab ko'ringchi, qon juda quyuq yaxshi aylanmayapti. Yo'ldoshdan qon yaxshi yetib bormayapti. Nima bo'ladi? Albatta, jiddiy salbiy oqibatlar bo'ladi. Shuning uchun kichkina srokda ham va albatta katta srokda ham kaulogramma topshiring. Kichkina srokda topshirib ko'rdingiz, qoningiz quyuq chiqdi, ginekologingiz bilan maslahatlashib, qon quyuqligi darajasiga qarab kleksan oladigan bo'ldingiz. Uni darajasiga qarab 5 kun, 10 kun olishingiz mumkin. Keyin bu holatga e'tiborsiz bo'lib qolmang. Ya'ni nima demoqchiman? Kleksan oldim, bo'ldi, endi qonim suyuqlashdi degan gap yaramaydi. Chunki kleksanning ta'siri 24 soatga yetadi qizlar. Uni ta'siri faqat 24 soat. Bu homilani kleksan oldingiz, homilani endi tuqqunizcha qoni suyuq bo'lib yuradi degani emas. Shuning uchun kleksan mana shu ukolini oldingizmi, ginekologingiz bilan maslahatlashgan holda qon suyuqligini normada ushlab turadigan tabletka ham ichib yurishingizni tavsiya qilaman. Ko'p holatlarda katta srokda ham qon quyuqlashadi. Bu juda yomon holatlarga olib keladi. Ya'ni bola dimiqishi boshlaydi, ko'p qimirlaydi, bezovta bo'ladi. Shuning uchun ham katta srokda doplerografiya va kaulogramma topshirishingizni maslahat beraman. Xo'p, endi qon quyuqligida qanday belgilar bo'lishini aytib o'tsak. Buni bir qancha belgilari bor. Qo'l-oyoqlarda uvishlar, bosh sohasida og'riq, yurak tez-tez urishi, holsizlik, uyquchan bo'lib qolish, jizzaklik kuzatiladi. Mana shu holatlarga e'tiborli bo'lishingizni so'rayman. Bu analizni o'z vaqtida topshiring. Kichkina srokda deganim mana shu 6 haftada ham topshirsangiz bo'ladi. Uni ertaroq aniqlab, kerakli chora-tadbirlar ko'rilsa, homila sog'lom rivojlanadi, kislorod yaxshi yetib boradi va rivojlanishi ham normada bo'ladi. Shuning uchun ayollar bu analizga e'tiborli bo'lib, o'z vaqtida topshirib, ginekologingiz bilan maslahatlashing. Bugungi mavzu siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.